Ko'pchilikda problema qiladi bu savol. Sertifikatchilar ham tushishi mumkin. X kvadrat ayrilgan mx qo'shilgan m minus 1 teng 0. Tenglama. Tenglamaning 1 ildizi 2 dan kichik, ikkinchi ildizi 2 dan katta bo'lsa, m qiymati toping degan savol ekan. Qarang, ishdan shu yo'lga o'tamiz. Bundan birinchi mana buni birinchi bu tarafga o'tkazib olamiz. x1 ayrilgan 2 kichik 0 dan. x2 ayrilgan 2 katta 0 dan. Xo'p, Muhammad Sodiq x1 ayrilgan 2 manfiy ekan, x2 ayrilgan 2 musbat ekan. Ikkalasini ko'paytirsam nima bo'ladi ishora? Manfiy bo'ladi. Mana deysiz, x1 ayrilgan 2 ko'paytirilgan x2 ayrilgan 2 0 dan kichik. Chunki manfiy kara musbat manfiyni beradi. Endi buni olib chiqamiz. x1 kara x2 bu bilan ko'paytiramiz, bu bilan ko'paytiramiz. Minus 2 x1 qo'shilgan x2 qo'shilgan 4 kichik 0 dan bo'lyapti. Demak bizga x1 bilan x2 ni ko'paytmasi va x1 bilan x2 ni yig'indisi kerak. Biz mana bu tenglamadan v7 dan topib olamiz. Mana bu tarafga yozamiz. x1 qo'shilgan x2 nimaga teng? M ga teng, v7 qilsak, to'g'rimi? x1 kara x2 nimaga teng? M minus 1 ga teng. Ketirmani bera qo'yamiz. M minus 1 ayrilgan 2 ko'paytirilgan yig'indan o'rniga m ni qo'yamiz. Qo'shilgan 4 kichik 0 dan. Soddalashtiramiz. Bu yerda 2m, m dan ayirsak minus m minus 1 plus 4 plus 3 ni beradi. Kichik 0 dan m katta 3 dan degan javob chiqar ekan. Demak, m 3 dan katta bo'lsa, tenglamaning 1 ildizi 2 dan kichik, ikkinchi ildizi 2 dan katta bo'lar ekan. Mana shu tartibda ishlanadi. Tushunarli? Tushunarli bo'ldi.